Yani tabriklayman yaxshi ko'raman sizni. Assalomu alaykum, hamalaringizga muzaffarlik kunlaringiz muborak bo'lsin. Albatta Muzaffar aka, tugagan kunlaringiz muborak bo'lsin. Aytmasangiz ham bostirib kelaverdik. Shu bayramlaringiz muborak bo'lsin. Akam xonadoniga Muzaffar aka tabriklaymiz. Kutilmaganda kelgan tabrikga ham alohida rahmat so'ragan. O'g'il qizlaringiz baxtini ko'ravering. Shu yoshlarda minglabini ko'ravering. Har birimiz boshimizda bosh bo'lib bizlarni duo qilib, sog' salomat bo'ling. Duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasa. O'ynasa yaxshi kunda o'ynasa. Ustoz sizam demak ustoz deganda, ustoz deganda faqat qo'limizga va kamera bergan inson emas. Har bitta narsani o'rgatgan narsa ustoz emas bizlar uchun. Yurishda, turishda, bitta kamchiliklarimiz aytgan shuni ustoz deyman faqat. Savob bo'lgan odamni tabriklaymiz. Aka umringiz uzoq bo'lsin. Shu har doim yonimizda yo'ldosh, yo'limizda yo'ldosh bo'lavering. Avvalambor rahmat sizlarga, nozim joyga, Dilrona singlimizga rahmat aytaman. Xonadonimizga kelganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Har doim yaxshi kunlarga, mana shunday yaxshi kechalar, to'ylarga kelingizlar. Hammalaringiz ham mana shunday yaxshi kunlaringizga guvoh bo'lib yuraylik.